Bu yilgi Qur'a marosimi oldingi yillardagidan keskin farq qilyapti. Dunyo uchun ham, biz uchun ham. Dunyo uchun endi turgan gap, birinchi marotaba bu mundial 48 ta terma jamoa ishtirokida bo'lyapti. 48 ta terma jamoa qatnashayotgandan keyin o'z-o'zidan tadbir ham katta bo'ladi. Bo'lib ham AQShda bo'lyapti. AQSh boshqacha tayyorgarlik ko'radi bunaqa musobaqalarning mezbonligiga. Oldindan ajiotaj qilib yuboradi. Shuning uchun ham dunyoning e'tibori boshqacha, bizning e'tiborimiz esa tushuntirib ham bo'lmaydigan tuyg'u. Sababi o'tgan jahon chempionatlari Qur'asida qanday o'tirardik? Hammani o'ziga yarasha bir suyumli terma jamoasi bo'lardi. Shu kimga tushadi, qanaqa bo'ladi? Haligi mashhur yulduzlarning terma jamoalari qaysi yo'ldan borishadi? Mana shularga qiziqibgina Qur'ani ko'rardik. Hozir esa barchamizning e'tiborimiz bir terma jamoaga qaratiladi. O'zbekiston milliy jamoasiga. Bu hali bizning boshimizdan o'tmagan tuyg'u. Buni Xudo xolasa birozdan so'ng ana shu Qur'on marosimida o'tkazamiz. Yaqinlashayotgan paytda O'zbekiston degan nom porlab chiqqan paytda badanlarimiz titrab ketsa kerak. Etlarimiz junjikib ketsa kerak. Hozir har xil taxminlar aytilyapti, har xil variantlar aytilyapti. Men variantlar aytmoqchi emasman, balki boshqa narsani aytmoqchiman. Qarang, hamma narsa o'ziga monand rivojlanadi-da. Bir-biriga mos tarzda rivojlanadi deb o'ylayman. O'zbekiston milliy jamoasining jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan o'yini, Abu Dabida bo'lib o'tgan o'yini esingizda bor. Ikkita telekanal orqali namoyish etilgan, lekin Davron bilan ikkalamiz bir sharh bilan ikkita telekanalga sharhlaganmiz. Ya'ni mundialga chiqadigan o'yinimizni tandemda sharhlashimiz kerak deb hisoblaganmiz va telekanallarning rahbarlariga chiqib o'sha paytda hal etilgan edi. Hozir ham shunaqa bo'lishi mumkin edi. Ya'ni yana umumiy bitta sharh bo'lardi, ikkita telekanalda namoyish etilsa bo'lardi. Yo'q. Hozir butkul boshqa guruh ishlayapti. Zo'r TVda, biz esa Futbol TV Sport telekanalida ishlaymiz. Va ikkalasi ham o'ziga yarasha rang-yorang bo'ladi. Misol uchun Zo'r TVda hozirgina xabar chiqdi, Davron e'lon qildi. O'zbekiston milliy jamoasining sobiq bosh murabbiyi Timur Kapadze bilan birgalikda sharhlar ekan. Zo'r. Bizga Ravshan Haydarov keladi. Ravshan Haydarov bilan dastavval studiya amalga oshiriladi. 21:20 dan boshlanadigan studiyada o'zi umuman mana shu mundialning tartibi qanaqa, Qur'onning tartibi qanaqa, kim kimga tushadi, kim kimga tushmaydi va nima uchun bunchalik vaqtli qur'a tashlanyapti. Hammasi haqida ma'lumotlar beriladi va ana shu Qur'on marosimiga 22:00 da start oladigan Qur'on marosimiga hamma tayyor holda bo'ladi. Shuning uchun studiya tashkil etganmiz. Sizni taklif etamiz. Xohlang unda, xohlang bunda ko'ring va bilasizmi, keyinchalik unisini ham bunisini ham ko'rsangiz bo'ladi. Baribir qayerdadir YouTube'da boshqa joylarda chiqadi, qilgan variantlari chiqadi. Yaxshi-ku, misol uchun bir his tuyg'u bo'lmaydi, bir rang bo'lmaydi.